Assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 29-aprel. Mana yashillar qanaqa kelyapti? Oling bak, keling bak, keling. Keling, xodimlar ham kelaveradi qo'yadi. Qaysi fermer xo'jaligi aka? Sarbon. Quvoni qaytib? Olmazor. Tolmazor, ha? Tolmazor. Siz dehqonsiz, o'zingiz olib tayyorlayapsiz. Xo'jaligini solmaydi aytilganmi? Endi tagini ochamiz, jarayonni ko'ramiz. Dehqon aka, marta sizga bosim qilib, sizni biz qandaydir haq qo'yib kelganimizni sifatsiz mahsulotni oldini olishlik uchun O'zbekistonning imijini chiroyli bo'lishlik uchun kelib o'rganyapmiz. Aka, mana holat bo'lmaydi 100%. Mana shu zona ko'rdim, men 100% yaqinlashganim yo'q. Men 100% yaqinlashdimmi, yaqinlashganim yo'q. Mana siz mana ismim nima sizniki? Rustam aka. Avvalo 1 million sotdim bir kilosi. Lekin zo'rni sotish kerak. Tayiga qo'shag'ini maydasini solishimiz oqibatida bizni O'zbekistonning imiji tushib ketyapti. Hozir buni ko'ramiz, keyin tayini ochamiz. Bor narsani yoritamiz. Sababi bizning maqsadimiz O'zbekistonning brendini ko'tarish. Bizga havaslas keladi. Mana sifatsiz mahsulot, mana xolis olyapmiz. Bu O'zbekistonning imijini tushiradi. Sim faqat sifatligini solish. Sifatsiz mahsulotni yashikka solishga, korzinkaga solish hech kimning haqqi yo'q. Qanaqa istiq bo'ladi akalar bu gilos? Mana gapirsa u bu deyapman, qarang, hammasi qo'shaq bo'lyapti. Mana jichchasida mana olgan atxotimiz 300 gramm 400 gramm. Mana ajratib olingan, mana bular misol ajratib evasiga bir qator zo'rni ajratib oladi.